2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Probegi 45 ming halol probegda. Kraskasi top-toza. Hamma tuzuklik qilib qo'yilgan. 4-pokoleniya propan qo'yilgan ekan. Balon holatlari ham yangi balonlar taqib qo'yilgan. Hozir bitta obzor qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib bosasizlar. Nomerlarni qoldiramiz, narxini oxirida aytamiz. Yuqorida aytib o'tgan Gentramiz oppoq svetda, tiniq holatda, yangi balonlar taqib qo'yilgan. Mashinaning salon holatlari chiroyli qilib qo'yilgan. Li salon qilib. Test monitorlar. Holat. Orqadan holati. Motor xonasi. Yuqorida aytganimizdek 3-pokoleniya propan bilan jihozlangan. Demak, bu Gentra avtomashinasini 130 million so'm so'rayotgan ekanlar. 125 millionga ko'ndirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqamiz. Nomerlarni qoldiramiz. 90 733 36 03